asalari, zahri, ya'ni apiterapiya qanchalik foyda berishi, ya'ni qanchalik samara keltira olishi haqida ham qisqacha tushuntirish beraman. Ariga chaqtirmasdan yuzingizga tarsaki tushirsa ham endorfin ishlab chiqarish kuchayib ketaveradi. Uch shoxli nerv nevralgiyasida apiterapiya yordam beradi, umuman yordam bermaydi. Uch shoxli nerv nevralgiyasining asosiy sababi 95% holatlarda bu nervi miya asosidan chiqadigan joyda arterial qon tomir konflikt hosil qilishi. Ya'ni o'sha konfliktni yo'qotmaguncha uch shoxli nerv nevralgiyasidan keladigan og'riqlar umuman yo'qolmaydi. Va apiterapiya bu faqat chalg'ituvchi manevr xolos. So'nggi bemorimiz uch shoxli nerv nevralgiyasi bilan ancha yildan beri, 5 yildan beri aziyat chekib kelgan. Uni endi og'riqni qoldiramiz deb ariga chaqtirishgan. Apiterapiya endi kim tavsiya qilgan men uni bilmayman. Ishqilib shunaqa holat bo'lgan. Kuniga 2 marta, 8 martalab ari chaqtirgan. Men o'z fikrimni aytadigan bo'lsam, men olamdagi 8-mo'jizamanda, to'g'risini aytsam. Sizmi? Xuddi shunday. 8-mo'jizasiz? Hozir biz mo'jizani Ben ko'ryapmizmi? ettim, ha ketiy dedim boya etdim. Ketiy cho'tadi. Tanasida sog' joyi qolmagan, hamma yog'i reaksiya berib ketgan o'sha ari chaqganni. Bilmadim, 21-asrda yashayapmiz o'rtoqlar, sal ko'zinglarni ochinglar. Bu ari umuman uch shoxli nerv nevralgiya og'rig'ini qoldirmaydi. Agarda kimdir sizga yoki sizning yaqinlaringizga uch shoxli nerv nevralgiyasiga qarshi apiterapiyani tavsiya qiladigan bo'lsa, ushbu videoni ularga yetkazib qo'ying. Savollaringiz bo'lsa kommentga yozib qoldiring va men albatta javob beraman.